Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi sizlarga taqdim etiladigan mavzumiz eftagogik ta'lim fanidan pedagogik andragogika va eftagogika fani. Bugungi mavzumizning rejasi pedagogika fanining mazmun va mohiyati, andragogika predmeti, eftagogikaning pedagogika va andragogika bilan aloqasi. Pedagogika qanday fan, nimani o'rganadi? So'zimizni ko'pchiligimizga tanish bo'lgan pedagogika, ya'ni soha vakili bo'lgan pedagog tushunchasidan boshlamoqchimiz. Pedagog maktab o'qituvchisi, juda sinchkovlik yoki qat'iyatlik bilan ta'lim beruvchi kishi deb ta'riflanadi. Pedagogik modelda nimani qachon va qanday o'qitilish kerakligini o'qituvchi hal qiladi. Kattalarni o'qitish, o'rgatish sohasi hisoblangan andragogika esa aksincha kattalarga ta'lim beruvchi san'at va fan hisoblanadi. Andragogik model quyidagi 5 ta asosga tayanadi. Birinchisi, o'rganuvchilarga biror narsani o'rganish nima uchun muhimligi bildiriladi. Ikkinchisi, o'rganuvchilarga ma'lumotlar ichida o'zlarini qanday boshqarishni ko'rsatadi. Uchinchisi, mavzu o'quvchilar tajribasiga bog'lanadi. To'rtinchisi, odamlar o'rganishga tayyor bo'lmaguncha yoki motivlanmaguncha ishga kirishmaydilar. Beshinchisi, bu esa o'rganish bo'yicha to'sqinlarni, xatti-harakatlar va e'tiqodlarni bartaraf etishni talab etadi. Xulosa shuki, pedagogikadan farqli ravishda andragogikaning ta'limiy maqsadi o'rganuvchilarga mazmunni qabul qilishga va unga tanqidiy fikr bildirishga zamin yaratish hamda uni hayotda amaliy qo'llay olishda namoyon bo'ladi. Rachel andragogikani kattalarga ta'lim berish vositasi sifatida o'rganib, oliy ta'limda talabalar o'z motivatsiyalariga o'zlari mas'ul bo'lishlari kerakligini ta'kidlaydi. Andragogika talabalarni nazorat qilishga, egallayotgan bilimlarni mavjud standartlarga asoslanib baholab borishga va talabalarni o'rganishga ixtiyoriy jalb etishga chorlaydi. Lekin bu shartlarning aksariyati oliy ta'limda qo'llanmaydi. Andragogikaning asosiy nazariyalaridan yana biri o'qish, o'rganish haqiqiy qadriyat sifatida ta'qib qilinishidir. Andragogika qoniqishni ko'lamini va talaba belgilagan natija darajasini talab qiladi. Bu shartlarning hech birini oliy ta'lim mazmuni orasidan osonlikcha topib bo'lmaydi. Ayniqsa, o'qitilishi nazarda tutilayotgan kursning maqsadiga qoniqish asosiy aniqlovchi sifatida keltirilmagan bo'lsa. Bolalar ta'limda o'qituvchilar, tashqi motivatsion omillar, baho olish, ota-onaning yoki o'qituvchining talabi, ulanib qolishidan qo'rqishi va boshqalar sifatida muhim o'rin egallasa, oliy ta'limda esa tashqi omillar o'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir ko'rsatsa-da, talaba mas'uliyatni kuchaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli o'qishga bo'lgan motivatsiya omili ko'pincha intellekt omilidan kuchliroqdir. O'rganish jarayoni yoqimli qilishda o'rganuvchilar motivatsiyani qo'llab-quvvatlash muhimdir. Shu sababli motivatsiyani shakllantirish, rivojlantirish kerakligi darajada saqlanishga doir metod hamda yondashuvlarni inobatga olib, darslar va o'quv materiallarini tashkillashtirgan holda olib borish talab etiladi. Birinchidan, taqdim etilayotgan matnlar, audio-vizual materiallar, vazifalar va dars mashg'ulotlari talabaning qiziqishlariga mos bo'lishi lozim. Ikkinchidan, o'qituvchi talabalarga vazifalarni bajarishni, baholash imkonini berishi va ularning ehtiyojlari boshlang'ich rolni o'ynashi talab etiladi.
Uchinchi muhim narsa mashg'ulotlardagi yumor, musiqa singari dars mavzusidan tashqari qo'shimcha mashg'ulotlar komponentlari talabalarning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshirish xususiyatlari hisoblanadi. Qo'shimcha mashg'ulotlar sifatida nafaqat yumor yoki ko'ngil ochar mashg'ulotlar, balki talabalarning orasida kurs maqsadiga mos bellashuvlar uyushtirish, misol uchun poster taqdimotlar, video taqdimotlar, loyiha ishlari, guruhlarda loyiha ishlarini tashkillashtirish va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Eftagogika o'zi nima? Eftagogika o'zini boshqaruvchi ta'lim konsepsiyasi bo'lib, unda o'quvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil ravishda rivojlantiradilar. Bu yondashuv an'anaviy pedagogika va andragogikadan farqli ravishda o'quvchi va o'qituvchi orasidagi munosabatni emas, balki o'qituvchining o'ziga mustaqillik berishni ustun qo'yadi. Bunda o'quvchilar o'zlarining shaxsiy mas'uliyatni his qilib, o'rganishning asosiy yo'nalishlarini mustaqil belgilaydi. O'qitish vositalarini, o'quv resurslarini tanlaydi va ta'lim olishni o'zlariga moslab olishadi. Natijalarda erishishni maqsad qiladilar. Eftagogika ko'pincha masofaviy ta'lim va onlayn kurslarda keng qo'llaniladi. Chunki bu ta'lim olish uchun o'quvchi o'z vaqtini, o'quv vaqtini o'zi belgilaydi. Rivojlangan ta'limda bolalarning faol va o'z fikrini erkin bildira oladigan shaxslar bo'lishi talab qilinadi. Eftagogika bu talabga javob beruvchi ta'lim yondashuvlarini taqdim etadi. Misol uchun o'quvchilarga nafaqat bilimlar, balki ularda mavjud bo'lgan ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarni ham rivojlantirish zarur. Bu jarayonda eftagogik metodlar va usullar ta'lim jarayonini yanada samarali va bolaning psixologik rivojlanishiga moslashtirishda yordam beradi. Eftagogika zamonaviy ta'limda faol o'qitish metodlarini qo'llashni ta'kidlaydi. Bolalar o'quv jarayonida passiv auditoriya bo'lib qolmasligi kerak. Aksincha, ular o'zlarining fikrlarini ifoda etish, savollar berish, muammolarni hal qilish va jamoaviy faoliyatda ishtirok etishlari kerak. Xulosa qilib aytganda, eftagogik ta'lim bu mustaqil ta'lim. O'zi talabalar yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zi ta'lim olishni bildiradi. Hozirgi zamon talabi ham shundan iborat, ya'ni masofaviy ta'lim tashkil etilyapti, yangi innovatsion texnologiyalar vujudga kelyapti. Bularning hammasi o'sha o'zini o'zi o'qitish, mustaqil ta'lim olish bilan bog'liq. Eftagogik ta'lim ana shu o'zi mustaqil ravishda ta'lim olishning ilmiy xususiyatlarini o'rganadigan fan hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.